Tasavvur qiling, bir tomchi suv ham topilmaydigan, harorati jazirama issiq va qumlari ostida ulkan maxluqlar yashaydigan dunyo. Bu Arrakis yoki koinotdagi eng mashhur nomi bilan aytilgan Duna. Frank Gerbert koinotning eng qo'rqinchli sayyorasini nega butun galaktikaning yuragiga aylantirdi? Bu sayyorada koinotdagi eng qimmatbaho modda melanj, ya'ni ziravor yashiringan. Ziravor insonga uzoq umr, kelajakni ko'rish qobiliyatini beradi va eng muhimi, yulduzlararo sayohatlarni imkonli qiladi. Kim ziravorga egalik qilsa, u butun koinotni boshqaradi. Aynan shu sababli ikki buyuk xonadon, oliyjanob Atreiderslar va shafqatsiz Harkonnenlar bu qum parchasi uchun qonli kurash boshlaydi. Hikoyamiz qahramoni yosh Paul Atreiders otasining o'limi va xiyonatidan so'ng u onasi bilan sahroga qochishga majbur bo'ladi. Bu yerda u cho'lning haqiqiy egalari Freemenlar bilan uchrashadi. Freemenlar sahroda yashashni, suvni asrashni va eng dahshatli maxluqlar ulkan qum qurtlarini jilovlashni bilishadi. Paul oddiy shahzodadan Freemenlar kutayotgan mehmon Muaddibga, ya'ni ilohiy yetakchiga aylanadi. Lekin Duna shunchalik kosmik janglar haqida emas. Bu ekologiya, din, siyosat va inson psixologiyasi haqidagi chuqur falsafiy asar. Frank Gerbert bizni ogohlantiradi. Missiyalarga, ya'ni sizni qutqarishga kelgan mutlaq yetakchilarga ko'r-ko'rorin ergashish qanchalik xavfli. Siz Duna kitobini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Sizningcha Paul haqiqiy qahramonmi yoki imperiyani halokatga yetaklagan shaxs? Fikrlaringizni izohlaringizda qoldiring. Ko'rishguncha.